Bir mashina olib qo'yganman. Hozir bunga pulni qadar qo'yman. Yili eski bo'lganligi, probegi 60 ming, 70 ming yurgan ekan. Bu yili eski ancha turgan mashina. Original kalotka, aporni tashqi boshqatda, amortizatorlarni yengilamiz. Chunki haydaganimda ahvol og'irroq edi. Orqada ham orqa amortizator bilan bumerang degan narsasi bor. Bir xil tirsaydi, bir xil bumerang deydi. Buni klavish vtulkasi ketib qoladi. Buni ikki xili bor, temirligi bor, alyuminiyisi bor. Alyuminiyisi chimchiga ketmaydi. Temirligi klavish ketib qoladi. Hop. Zapchastani olib keltirib qo'yganman. Harakat qilaman original narsa qo'yishga. Uchay podushka mana original. Chashka. Ikkita oldi amortizator. Oldi kalotka JM original. Stabilizatorning Tiagasi SR bo'laveradi. Original bilan bir xil yuradi. Nakeretchi stabilizator Tiaga. Stabilizatorning vtulka mana ikki xil bor. Buni rezinivisi bor, ichida temir o'tkani bor. Iloji boricha buni ichida temir o'tganini olish kerak. Rezinivisi tez ketib qoladi yoki stabilizatorning shu temiridan ajralib ketib qoladi. Ko'p yurmaydi, probegi juda ham kam. Buning uchun shu temirligini olsa, заводскойda yuradi. Shu orqa klavish vtulka ham mana original. Hamma narsani JM olishga harakat qilaman. Klientlar bilan ham gaplashaman. Iloji boricha JM oling deyman. Qimmat bo'lsa ham uzoq muddat sizga xizmat qiladi. Arzon narsa olib tez ustiga qatlagandan ko'ra bitta yaxshiroq rasxod qilasiz. Shu bilan xudo xolasa ancha-muncha ustani eslamaysiz. Ishingiz ham seriyasiga tushmaydi agar boshqa tema bo'yicha bo'lmasa, hadovoy bo'yicha tushmaydi. Yo'llar yaxshi bo'lsa, o'zlari yaxshi yursalar. Unda hamma narsani zo'r qo'yib bersiz ham agar u mashinani egasi mashinasini avaylamasdan haydasa, любой время ketib qoladi. Zapchas вечный degan emas. Okam internetdan ko'rib ketdilar. YouTube kanallarimiz ham bor, Instagram kanallarim ham bor. Bemalol ko'rib murojaat qilsanglar, ishinglar bo'lsa, shunaqa xizmatlar bo'lsa, xudo xolasa qilib beramiz inshaalloh.